İtot eski tumakka ses kallı xaridar. Sahnimizde Abdikerim Abliz, Tümürha Ruzi, Yalqın Kurban. Bu şirketimizge uyan qo'sh fursati nayt ko'p. Bu meningcha bu qattam aşı yetekchi bo'lib bu Akbar chiqsinmiki deyman. Mana bunda fursat yana bor emasmi? Hey, biz yuqoridan muzokaralashib sizni bekitib olgan tursak. Uning ustiga bu Akbarni men toza durust ko'rmadim-ku. O chiqsa bo'lmasmiki? Yo'q, siz uni tushunmaydi ekansiz. Uning og'zi eshitganimda ko'ngli nayt yaxshi, ham talantli, ham iqtidorli. Mana bunda fursatlar jiq. Bu qattam minojash Akbar chiqsinmi? Bo'lmaydi, u chiqsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi deganingizda bo'lmaydi. Siz meni gapimni anglang. Sizni bekitib olgandan keyin cho'qim siz chiqishingiz kerak. Meni qiyinchilik qilma deyman. Voy, qara, yuzini kelib qoldi. Ana. Ha. Assalomu alaykum. Farjaqada. Assalomu alaykum. Ya Allah. Direktor. Bu yuz ko'ylak pulning ko'rsa gajab yo'qolib ketdingiz deyman. Qanday adash? Yaxshi turibsiz? Yaxshi. Uzun bo'la turib. Nima kemaga degiz kuchkunni yo'q ko'rmaysiz. Ha, sizlar birga paralashinglar. Men ishxona beraveray, ya. Ha, beravering. Bering. Keling, o'tiring. Ma'qul. O'tiring. Hozirda yoqsizlik gapingizni qipiryapti. G'aytimni qilmaganda aqshavo. Yo'q. Yaxshi gapingizni qilyapti. Ya. Rost? Astag'firullah, siz men idoraga yangi keldingiz, tushunmaysiz deyman. Bir odamning yaxshi gapini qilgan bo'la emas deyman bu. Sizni bundan nima deydiki deb meni maqtagan bo'lib, sizdan gap topaqaman degan gap. Avago qarang. Shaytonga nuqsoladigan o'ligishga qatilgan bo'la deyman bu. Saqtib. Nima gaplarni qilib yursiz? Siz xato tushunib qolibsiz. Biz chet elga chiqib o'yin qo'yish to'g'riliq paranglashdik. Qarang, direktor gap naq mushada mana. Avago qarang, mayli bu qatim qilib chet elga chiqib o'ydigan, yana o'yinga qatnashmasin, ish qilib sizni tillab sestirib juma bu. Siz tushunmaysiz, yılanning tezsili qo'yganmiz, ichi zahar deyman. Ha, uning ustiga vago qarang. Avago to'g'ini ko'z taqdimaydigan, sizni birisi askiz yaqtimaydigan juma bu. Unchalamasiz-ku? Astag'firullah, men akshi qarang, bir odamning g'ayratini azalda qilmayman juma. Boy deganlaringiz Ha, yo'q, bu siz buni g'aybat deb o'ylab qolmang, bu g'aybat emas. Uning sukuti. Siqilib odam g'aybat shikoyatdan turish kerak. Qaysi bir kitobda g'aybatdan saqlaninglar. G'aybat zinodan yomon deyilib chiqar. To'g'ri debdin juma. Qarang, burun bo'lgan shu g'aybat shikoyatni ayollar qiladi. Hozir bu g'aybat shikoyatni ba'zi erlarimiz ko'tarib oldi deyman ayollarda. Bu zamonning taraqqiy qilishiga qarshi ba'zi ish yo'qda to'g'ri chiqib g'aybat qilgan bo'lyapti. Mas jahonda g'aybat qilmaydiganda siz bilan men qaga o'xshayman juma. Bu Yaqub menimcha bu g'aybat qiladigan odamdek emas-ku. Tozi qiladiganidan, g'aybatga nanchilab ichadiganidan havo. Ha, rost. Siz obdan bir o'ylang, ha? Toz yaxshi o'ylab baqiring. Toz obdan o'ylang. Mush kichik vaqtlaringizda. Kichik vaqtlaringizda mush beshingizga, endi balkim ya cho'ng'og'ini chiqqan bo'lishi mumkin-da endi. Mush beshingizni 4-5 yerga bir chaqa, yari chiqqanyapti. Rost. Ha, nima bo'ldi? Yo, shuni debdi-kenda. Nima debdi? Yo'q, mana sizning ishxonangizga bir 3-4 tal chivin kirib o'tdi-ki. Men tozliqchi ayol chivinni qo'g'lab olsa, nima debdi demamsiz? Nima debdi? O'dak bilan g'oz o'ynaydi, chivin bilan toz debdi. Tozligini kim o? Bu chaqchaq degan gap, Chaqchaq emas deyim, nimadan tushunmaydigansiz siz. Men sizdan bir xo'shlab qolay. Mush ashi bayat bo'lsin, mush shlapingizni bir egizrak yengga yana gap deb tushunsiz ona. Nima deb gap topadi? Nima deb gap topdi? Shapaq yaguvchisi yozg'i tava ishlab, gadanguchi tozg'a damiki deyman. Astag'firullah. Bo'ldi, bu gaplarni qilishmayli. O'nchilik chaqchaq degan bo'p turdi emasmi? Ha? Chaqchaq gaplar bu. Astag'firullah, faqat tushunmaysiz siz. Navoda u shunday deb qolsa, siz qarab turasizmi? Yo, agar u sizni bir narsa deb qolsa, 7 metr ner turib qanimcha ananga. Sizni andaq manda deb qolsa, menmi deyman? Nima deysiz? Qo'noq topsang g'azg'a va qizim chong'az tozg'a deb. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmayli. Ish qilib bo'lgan, men sizga desam qarang. Siz yeng keldingiz emas bizim o'yin qo'shiriktimizga? Siz ba'zi odamni tushunmaysiz. Uning ustiga avo. Men sizning ishxonangizga ancha-muncha kirib chiqsam, meni gap debdi deyman. Nima deb gap debdi? Jingni qayoqqa mangsa, jip shu yoqqa mangdi debdi. Sizni jingniga meni
jip qo'shibdi avo. Meni jip qo'shayotganini bilamsiz. Meni pishtishay degan gap avo. Meni qo'y nima desiz, sizni nima deb joniga o'xshadi avo. Ey, bu joniga o'xshasin nima bo'pti? Qarang, sizni joniga o'xshatgani boshqani ko'laydi degan gap. Sizga jin deganning besh tushuk. Ha. Demak, aning gapi sizning kallangiz quruq, kallasi yeshim yo'q, qapaqbash kalva dut degan gap ma'lum deyman. Astagfirullah, astagfirullah. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib turaylik. Siz meni bir ashula izlab kirdingizmi? Ya men boshqa shuni kelmagan endi siz yenkagandan keyin ba'zi odamlar tushunmaysiz. Hali chatga o'yin qo'ydi, hech kim chiqib tushirmadi. So'rab boqay degan. Mening endi siz o'rlashtirmasangiz bu yerga chiqqanmi? Yo'q. Asli chat elga chiqadigan son 20. Xo'sh. Bu 40-50 odamning hammasining chiqqisi bor. Tova, qo'ygan yoq to'sa, proydigan arva 30 deganda gap bo'ldi. Biz asosiyatda hozir muzokaralashib, 10 necha odamni muqim bekitib oldik. Kim chiqadigan bo'ldi? Ha, naqshchi Barat. Barat? Bo'lmaydi. Astagfirullah. Qarang, avag'o. Choy damlaydigan chaynik yo'q, choydanning chayini ichib cho'ng'olgan nima deyman avo? Unda bo'lsa, Tambirchi Qosimchi. Astagfirullah, Qosim. Men-ku azaldan bir odamning g'aybini qilmayman, o'zingiz bilasiz, qarang. Bo'lmasmiki avo. Onun çağını tembir degan olamda. Bu eng yaxshi tembir chalaman degicha tep chiqib o'zim umuchini chasina bu. Shuni tembir degan olam deyman. Emsa sunaychi Riyimchi. Riyim? Darazima? Appa parasin chigi chiqmaydi, egizlardan chigi chiqmaydi, aniga chiqolmaydi deyman. Onun ustiga bu sunayniligi Püler bu aşkası yoğunap ketken imanınki. Çetel çıksa aylıkı. Doğuzakның otobaсын bekarmaz yivarı durma. Anası bu sınayını aldı kendi püler kadını sınaycı değil olam da. Usulçu nasıl çamse? Nasıl bu? Hem de dağ pazarının töküstü mü yavaş bir bala. Bunu diyorsanız kadar yapılsınız şu direkt mıne verdiğin. Lakin aşı ayalı. Memleketke bile çıkmaydı beşinizden ağırtar mı ki? Xonga yargan ishim tozga yarmabdi deb boshqalarga yargan narsa hajab bir kasbtikilarga yarmaydi. Shunga bizda birlik yo'q. Eli uni tillab, eli buni tillab, yo o'zimiz bir ishni qilmay, haqsa yaratmay, bo'la yerimiz shu. O'mich o'milaydi, o'milganni ko'ranmaydi. Ha, qil siz dapiqma. Sizlarcha zadi kim chiqsa bo'lar? Meningchi mi? Meningchi olsa birinchisiga siz chiqsiz. Sizning chiqishingiz muqarrar, bu vojib. İkincisiga ayolingiz chiqish kerak. Chiqmasa bo'lmaydi. Ayolimi chiqqanda? Yo, u bu kasbda bo'lmasa, astagfirullah, chet elning zo'ntonlari uya bas xotinni qo'ltiqlab chiqib ekan deyishni bilmayman. Uchinchi, to'rtinchisiga meningcha olgan ishga balangiz chiqsin. Voy, bu bolarimni so'rab nima ish qilaman? Soni 20 ga bola boqishni libos qilib bo'lmadimi? Biz chet elga sayohatga chiqmaymiz. O'yin qo'yg'ili chiqamiz. Shu bayam Yoqub bilan maslahatlashib, Yoqubni siz bosh bo'lib chiqayang desam, u sizni chiqsin deb turib bordi. Astagfirullah. Aning diginiga men bizga chiqmayman endi. Siz o'rlashtirmisiniz. Bundan deb qo'ygan gap deymiz. Aniga pek ishinib ketmang deymiz. Har nima u. Astagfirullah. Ey, menga tarjimon ketmaydi. Kimning yaxshi, kimning yomonligini bilgichiligim bor. Siz vago bundaki mening oldimda buning yomon gapini qilmang ha. Kimga gapni o'zingiz qilib, haqdan qusur tepib yurdigan odam ekansiz. Nemanda tushunmaydigansiz, nemanda tushunmaydigan ish qilib, men sizgidek aniga pek ishinib ketmoqchiman. Ish qilib siz faqat tushunmaysiz, men oldingizga isbotlab bermasam, taqsh bilan qilib bermasam tushunmaydigan o'xshaysiz. Men qarab ketadigan o'xshayman men. Ey, bir odamni qarab turib 100 eski deb ketgan bo'lmaydi. Eski deymi bu? To'qoningni poqib olgan bilan tuxumimi bor emasmi? To'qoningni poqiydan quyimi bor emasmi? Alloh, siz Telefonunuz javob qilibdi ekan. Bir siz izlab chiqarib telefon qilibsizda. Ha, shundaymi? Pul tugabdi-da. Men qachon o'taman? Men keldim, qochibman. Ha, keladish, kela. Yo, kela, o'tiraman, kela. Keladish. Kela. Bo'ldi. Kela. Bayatının yağı direktörga seni maqtab ağzıma bakara terişip ketişmadaş. Rahmet adaş. Onun üstüge bu bayatının yağı direktör nemde edesen chat elge siz baş olup çıkardı. Onu mu da? En işkemizin konuda sen çıkardı. Seni çıksın dedim ben. Onu mu da bana? Bayatım direktör beni baş olup çıktı diye. Ben bu katem turup durayım, bana fırsat var. Hep seni kösetkendim. Ayak sen çıkar. En işkemizin konumuz yakın. Sel bazı işler dikkat kılcıma. Mesela?
Ba'zilar direktor seni çekipti deymi? G'ayratini qilibdi. Ya men hayron qoldim shu. Direktordan so'rasam, debamidi kim g'ayratini qildi deb. Agar qolgan bo'lsam og'zini ishtirdim sening g'ayratini qilgandan. Ya adash, boshqa odamning g'ayratini qilsam o'qisam, bu sening g'ayratini qilgan odamning og'ziga chaq chiqib qolmanda adash. Ya endi ras. Yo'q, bizning bolalar o'ynagan bir it o'tyapti. It ot? Bizim o'yin qo'shirishlik bir it ot. Ha, o'tgan tayyorlig'a it ot. Akşam bir retlep bizib koyadigan so'zini. Faqat bir abzasga kallama kelmidi. Sen esingda bo'lsa, akşam bir depagan bo'lsam, obda anilib ketib bir yezib olsam bo'pti-ki. Qayeri yo'q it o. Voy, yiliq boshliqqa vaqiradigan bir yeri bor-ku. Ha. Elbette u boshliq bo'lsa o'ziga degan yermi yo? Ha. Shuni deb bilamdimi? Depra? Ha, ma'qul. Qo'pab deman sen o'tiribsan qanday oladin, ha? Hay, adash bu sen olmasa? Ha, ash rol olgandek. Ha, bir jallaq toza shu. Obrazlik bir depra. Allah. Ha, ma'qul. Shu bizga olgandek. Digida. Boshlayman? Ha. Ha. Tut. Men ondan besh o'ylab buni qurashtirib. Ha, boshla oldik, boshla. Ha, ma'qul. Alabda, ha? Ha, u boshliq bo'lsa o'ziga nimasi yo'qotishni qildi bu, ha? O'tla olam bu. U vaqti men boshliqdan to'la ko'ranglimsan. Bir kunlar men boshliq bo'lib qolsam, uni qulturib orqasini chiqarimman. Bak aynan bu 15 ayda 15 qarang'i. Deb deganda esa bir kunlar oldimda yo'qdi. Bo'ldi. Endi boshliq sening oldingda o'mlaydigan sening bir bovoq balang o'g'il. Ya endi bu boshliqni o'miltimi deydigan sen nima gunoh qildi bu boshliq? O'miltimi deydi ha? Hozirla o'mlab beraymi ya? Hata shirib qoldingiz. Mening sizni tillash niyatim yo'q. Tillash etingimiz urush etinglarmidi? Bo'dash. Va sen qarab turib o'tqishtiribsan-ku. Sen boshliqni po'qish desam o'ldiga emas, o'tqishtasam bo'lmamdi ekan. Ha? Men nima dedim? Be, bo'ldi qiling. Men sizni xeyli durust odam, g'ayvat shikoyat qilmaydi deb turibdi ekanman. Isit. Akbarning po'qini ursinchi. Nima? Voy, men Akbarni do'ramdan. Tozchini qo'ndirmas, shivin tozni tindirmas deb. Bo'ldi. İşten to'xtadingiz. Sizni ishdan to'xtatdim. Bu etidan tatib chiqqanman. Bu xato shirib qoldingiz. Akbar, siz hozirdan boshlab uning ishxonadagi vazifasini o'tkazinglar. Xotirjam bo'ling, kul chiqarib o'timi men. Haras. Chet elga chiqadigan odamlarni siz bekiting. Xotirjam bo'ling, ko'nglingizni qilib o'timi. Qarashay, ashqishakilar. İşxonaman. Sıkı. Ya Allah. Adamlarning teshi qarab baho bagil bo'lmaydi ekan. Jim. Men to'siq qildim sizni qattiq tushunib qoldim. Men siz uchun qurbon bo'lishga tayyor. Ammo men raskabni qilsam sizda kaskin boshliqni ko'rmagan jim. Sizning bu chiqingizdan oldimmi? Keynimiz sepimi kesadi ekan deyman. Ko'rgansiz? Yog'ochning ko'ngli randida, chivinning ko'ngli gandida. Nima qo'ygan? Bo'ldi. Chivinning qo'shgan. Men chiqdi. Eshak oldiga o'tib olsa, otning menishi buzilibdi. Tavba qildim. Mush insonlar ba'zi gunohlarni o'z nafsining lazzati uchun qiladi. Lekin g'aybat qilguchi boshqalarning beshiga balo hozir degan gap jin gapkan. Ma boshliqni xalq taraz qildi desam, eski tumaq seskalli xaridor degan shu-da. Ey. Bu jami ishni vokil qilsa, ma tansaga jo'baji yarg'ini qiziqish oldi-da. Voy rahmat. Oy, Voy rahmat. Rahmat.